adashmasam 2003-2005 yillarida dadam biz o'zi yaxshi yashaganmiz, juda ham yaxshi yashaganmiz. Keyin o'sha dadamning ishxonalariga, ya'ni boshqa boshliq kelgandan keyin almashish bo'lgan. Bilasiz, albatta o'zini tanishini qo'yadi. Shu bilan keyin dadamlar oddiy ishchi sifatida ishlay boshlagan. Lekin ayni o'sha payt dadam akamni, ya'ni o'qishga kirib kontraktga kirganligi va katta opamlarni o'qishga kontraktga kirganligi, kichik opamni abituriyent bo'lib boshqa yerda o'qiganligi va meni litseyda o'qiganligimga to'g'ri kelgan. Ya'ni juda ham bir qiyin vaqt bo'lgan. O'ta ham qiyin vaqt bo'lgan. Ya'ni kimnidir o'qitmaslik kerak deb o'ylashmam ko'rishgan hattoki. Ya'ni kimnidir o'qitmasligimiz kerak. Chunki shunaqangi bir moddiy qiyinchiliklar bo'lyapti degan narsani. Hattoki o'sha eslayman. Hatto Gurgutga ham pul qolmagan paytlar bo'lgan, ya'ni qo'shnilardan qarzga olib chiqib shunaqa qilib turardik. Shanba bozor ko'pchilik kelinganda, uydagilar hammasi kelganda ayam 2 tandir non yopardilar. O'sha keyin hamma nonlar ketardi. Studentlarga, abituriyentlarga, ya'ni o'sha akamlar, opamlar hammasi olib ketardi. Yaxshi, meni o'qishimda hamma yoq tekin bo'lardi o paytda. Ya'ni keyinchalik eshitganmizki, dadam o'sha shanba bozorda juda ham bir xavotir bilan kutib olar ekan, qanaqa qilib pul topib beraman degan. Chunki oilamiz juda o'zi tanqis holatga kelgan va hamma o'qiydigan holatga kelganda. Va o'sha payt meni litseydagi o'qiydigan vaqtimga to'g'ri kelgan, deyarli faqatgina yo'lkiramga borib kelishgagina pul berishardi xolos. Va shunaqa qilib juda qiyinchiliklar bilan o'qiganmiz va 2006-yili 10-sinfda o'sha aytganimdek, menga Farg'onaga emas, Toshkentga topshirish yoqardi va shu orqali chetga chiqib ketishni orzu qilganman. Va shunda dadam aytgan, endi dadam ham bir tomondan haqlar, chunki moddiy jihatdan qoplab bera olmaydi-da. Ya'ni Toshkent qimmatroq, Farg'onaga topshiraver degan narsa. Ko'zimni qanaqa yosh bilan yo'q, Toshkentga topshiraman degandek qilib boshqa uyga kirib ketyapsam, kirsam ham qo'lida g'ijimlangan pullar bilan turgan ekan. O'g'lim Toshkentga topshiraver. Mana men sut sotib senga pul qilib beraman degan narsani aytgan. Haligi narsa to'g'ri, moddiy jihatdan menga yordam bera olmasdi, lekin ma'naviy jihatdan katta yordam bergan o'sha narsa menga. Va mayli o'qivering chiqaning deb o'qiganman va bir balo qilib o'sha borish yo'l kiramni, ya'ni Toshkentga kelish yo'l kiramni qilib berishgan, to'plab berishgan va Toshkentga o'zim kelib, o'zim o'qishga topshirib, o'qishga o'tib, o'qishni bitirib qaytganman. Ya'ni u paytgacha keyinchalik ayam ham aytib qoladi. O'g'lim, men Toshkentga hatto ko'rgani ham bormabmiz seni. O'zi ko'rgani bormaslik emas, ko'rgani borishlik imkoniyati bo'lmaganda. Chunki u paytda hammamiz student bo'lib qolganmiz. Yaxshi, o'sha paytda keyin kichkina opam byudjetga o'tib bergandan keyin anchagina yengillik bo'lgani, lekin shunaqangi bir qiyinchiliklarni ko'rsa ham ota-onam o'qitishga qattiq, ya'ni bor harakatlarni qilgan. Ayniq bilaman, dadam o'sha qolgan ba'zi bir narsalarni sotib bo'lsa ham, ya'ni menga va uydagilarga pul qilib berishardi o'sha paytda. Uydagi qolgan narsalar. Shunaqangi darajada o'zlarini nima deydi, sarflashgan, umrlarini sarflashgan. O'shaning uchun diplomni yozib turganimda birinchi o'sha varog'iga biz uchun butun borlig'ini bergan va ayni paytda qandli diabet bilan qolgan dadamga va sut qatiq sotib meni Toshkentda o'qitmoqchi bo'lgan onamga bag'ishlayman degan ikkita jumla bilan boshlagan. Osmondagi bolalar.